Assalomu alaykum kanalimiz aziz kuzatuvchilari, aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan birga tezgina tayyor bo'ladigan oddiy osongina pirog retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bizga kerak bo'ladi 1 stakan shakar, 1 stakan sut, 2 stakan un, 1 chimdim tuz, 2 osh qoshiqda kakao, 100 gram margarin, bitta pachka razrahитель 18 gramlikdan hamda 3 ta tuxum kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib ishimizni tuxumni chaqib olamiz. Mana tuxum chaqib oldik. Bu yerga 100 gram margarinimizni eritib olamiz. Bu pirogimizga umuman mikser ham kerak emas, faqatgina venchikda birpasgina tayyor bo'ladi. Hozir tuxumni yaxshilab aralashtirib olamiz venchikda. Endi ustidan bo'lsa shakar solamiz. Aralashtiramiz. Tuxumni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shakar aralashtirib oldik. Endi ustidan tuz solamiz. 1 chimdim tuz. Endi buni ham ozgina aralashtiramiz. Ustidan bitta stakan sut bilan mana margarin eritib olganmiz, ikkilon solamiz. Va margarin ham solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz bir xil massa bo'lguncha. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi ustidan 2 stakan un sovuramiz. Buni ustidan bo'lsa razrahитель, bitta pachka razrahитель hammasini solamiz. Endi yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Venchikda. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Mana shunaqa quyuq suyuqlikda bo'ladi. Endi xamirimizni teng ikkiga bo'lib olamiz. Bitta idishga yarmisini olamiz. Mana xamirimizni teng ikkiga bo'lib oldik. Endi yarmisiga 2 osh qoshiq kakaoni qo'shamiz. Va yaxshilab aralashtiramiz. Mana aralashtiramiz yaxshilab. Bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. Tovamizga margarin eritib yaxshilab surib olamiz. Endi buni ustidan boyagi kakaoli massani qo'yamiz. Mana massamizni qo'yib oldik. Endi buni ustidan oq xamirimizdan qo'yamiz. 2-3 qoshiq kakaoli massamizdan qo'yamiz ustiga bezatish uchun. Oq xamirimizni asosan o'rtasiga qo'yamiz. Endi ustidan boyagi qolgan massamizni ozgina har chetiga quyib chiqamiz. Mana ozginadan quyib chiqamiz. Mana qolgan massani ham sovaldik. Endi uchliroq pichoq yordamida bezak berib olamiz. Har xil shakl, xohlagan shaklimizni berib olsak bo'ladi. Gul qilamizmi? Har xil shakl chiroyli qilib berib olamiz. Pishganda juda ham chiroyli ko'rinadi. Hozir hammasiga shunaqa shakl berib chiqamiz. Mana chiroyli shakllar berib oldik. Endi duxovkamizni 180 gradusda 25-30 minutda chiroyli pishirguncha pishirib olamiz. Tovoni o'rniga xohlasak keks katta qolpidan ham foydalanishimiz mumkin. Juda ham zo'r chiqadi unda ham. Unga ham lekin keks qolpiga margarin surishimiz kerak yoki bo'lmasa yog' bo'lsa ham surishimiz kerak bo'ladi. Mana duxovkaga qo'yib oldik. 15 minutlardan keyin ko'ramiz. Yaxshilab pishgan bo'lsa, teylari qizargan bo'lsa, tepasini yoqib qizartirib olamiz. Yana 10 minut tepasini. Mana oradan 10 minut o'tdi. Pirogimiz mana shunaqa to'ldi. Tovamizning chetlari bilan zo'r bo'lib yaxshi pishyapti. Endi hozir 5 minutdan keyin teni o'chirib tepasini yoqamiz. Mana mazali pirogimiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa ajoyib, juda ham zo'r, mazalari ham juda ham shirin bo'ladi. Mana pishganda o'zi tovadan pirog bilan tovani orasi ajraladi. Shunaqa o'zi ajralib tayyor bo'ladi pishganda. Mana juda ham zo'r bo'lgan. Hozir endi so'gandan keyin kesamiz. Bunga xohlasanglar kakao qo'shmasdan ham qilsanglar bo'ladi. Kakao qo'shilmagan variantiga yong'oq magizni qo'shib qilsanglar bo'ladi. U ham ajoyib mazali bo'ladi.
Endi hozir ozginadan keyin kesamiz. Mana pirogimizni kesib oldik. Mana ichlarini ko'rinishi shunaqa ajoyib, juda ham mazali, yumshoqqina chiqadi. Mana shunaqa zo'r bo'ladi. Tagidan ham osongina ajraladi. Tavsiya qilaman, albatta qilib ko'ringlar. Bittada o'xshab chiqadi. Qilganingizga afsuslamaysizlar. Juda ham mazali, zo'r, juda ham ko'p tez-tez qilib turaman shu pirogdan. Agarda resepti yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana keyingi videolarda uchrashguncha.